Bolalikni eslatadi bu radio. Bizani uyimizda ham bo'lgan, dodamlar rahmatli ham doim uyimizda mash'al yoqib o'tirgan. Ishlaydi. Eng qizig'i bu mana simi yo'q. Hech qanaqa simi yo'q. Hali ham shu batareya qo'yilgan. Endi hozirgi zamonaviy batareyalardan qo'yilgan. Ishlaydi bu. Mana. Ko'pchilik qidiradi buni. Kimga kerak bo'lsa tashab qo'yasizlar mana shunaqa radioni. Kommentariya bitta like bosib ketasizlar. Doirasida olis hududlarda o'quv markazlarini tashkil etish bo'yicha mana shunaqa qilib yoqib o'tirardi hammani uyida. Xususan jamg'arma tomonidan umumiy qiymati 13 milliard 900 million so'mlik 130 ta loyihani Tanishlarga sabr, matonat va Mana. Kim esladi buni? genetika fanining taraqqiyot yo'lida mustahkam iz qoldirgan.